Ozdiruvchi ukollarni kosmetolog, dietolog yoki boshqa doktorlar buyurmaydi. U faqat endokrinolog tomonidan buyuriladigan preparatlar hisoblanadi. Ozdiruvchi ukollar bu qandli diabet kasallari uchun ishlab chiqarilgan agonist GPP1 preparatlari bo'lib, u oshqozonni kichraytirish, ovqat yeyish hissini kamaytirish, ya'ni har ovqat yegim kelyapti degan fikrni kamaytirish, oshqozonga tushgan ovqatda sekin hazm bo'lish, uni ichakdan sekin o'tkazish uchun yaratilgan ukollar bo'lib, uni faqat endokrinolog shifokori sizga qilgin deb aytishi va dozalarni tayinlab berishi mumkin. Ozdiradigan preparatlarni qachon qabul qilsa bo'ladi? Agarda sizda tana vazni indeksi 27 dan baland bo'lsa, siz ozdiruvchi ukollarni qilsangiz bo'ladi. Agar sizda 27 dan past bo'lsa, bu degani siz semizmasiz, sizga ukollarni qilish keragi yo'q. Ozdiruvchi ukollarni agar qalqonsimon bezda yomon tugullar bor bo'lsa, ular o'sayotgan bo'lsa, olish mumkin emas, chunki u medulyar rakka olib kelishi mumkin va buni yana endokrinolog hal qilishi mumkin. Ozdiruvchi ukollarni o't qopida mayda toshli bo'lgan odamlarga olish mumkin emas. Nimaga? Chunki siz och yurgan paytingizda o't qopida o't yig'ilib qolishi va bu mayda toshlarni tiqiltirib, sizni to'g'ri jarroh holdiga yuborishi mumkin. Ozdiruvchi ukollarni har bir haftada bitta olish kerak bo'ladi va uni har 5 kunda qilish mumkin emas. Ozdiruvchi ukollarni kichkina dozda boshlab turib, menga ta'sir qilmayapti, katta dozada qilaring deyish mumkin emas. Agar bir marta sizni mazangiz qochsa, siz boshqa hech qachon bu dorilarni olgingiz kelmay qoladi. Bu videoni ozdiruvchi ukollarni olaman yoki olmayman deb o'ylab yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying, albatta foydali bo'ladi. Aytib o'tmoqchiman, ozdiruvchi ukollarni zarari bor, undan rak kelib chiqadi, undan keyin o'lib qolish mumkin. Umuman olmagin deb semiz odamga yoki sahna diabet kasali bor odamlarga aytmaylik, chunki ularga olish kerak. Ossagina diabet tuzaladi. Ha, aytgancha, bunaqa foydali ma'lumotlarni bilib turish uchun obuna bo'lishni unutmanglar.